Assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli doimiy kuzatuvchi obunachilar, sog'likda salomatmisizlar? Xudo xolasa bugun yangi obyektlarimiz o'z egalariga topshirildi. Xo'p, bu yerda manzili Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Qumtepa bozorining oldida bo'ldi. Bilganlarga. Xo'p, bu yerga Akfa Alumin, Akfa Plus 6000 seriya mahsulotlardan ishlatganmiz. Xudo xolasa batafsil tushunchalarni berib o'tamiz. Xo'p, bu yerda 3 ta eshigimiz bor. Bu tomonda bittasi, bu yerda esa romimizdan 3 ta. Xullas 3 ta eshik, 3 ta rom bo'ldi. O'xshi razmerlari bilan batafsil aytib o'tamiz. Xo'p, romlarimizda eni 1.10 ga, balandligi 1.87 bo'ldi. Ikkita bir xil shunaqa romdan o'ngga chapga ochiladi. Eshiklarimizda esa eshiklarimizdan 1.10 ga, balandligi 250 bo'ldi. Ikkita ikki qanotli eshik bo'ldi. Xo'p, romlarimizda bittadan ochilish, двойное открывание, сложный mexanizmda bo'lgan. Qirg'li padagonilari ham bor. Aynalari stikla paket, yodviy, germetikalangan, full holatda. Xo'p, bu yerdagi romimiz esa razmerlari bu kattaroq, eni 1.45 ga, balandligi 1.75 bo'lgan. 3 ko'zli, o'rtadan bitta ochiladi. Bunda ham двойное открывание bor. Padagonilari buniki ham qirg'li bo'ldi. Xo'p, eshigimiz bu tomondagi 90 ga, balandligi 2.35 bo'ldi. Taglari alkafon bo'lgan. Alyumin eshiklarimiz hammasini ruchka zamonaviy boshqaruvchilari Akfa'ning o'zidan, xudo xolasa 100%. Penalarni xudo xolasa atida qilib, ochilib yopilishlarini yengil qilib, xudo xolasa tugatib berdik. Akamiz o'zimiz YouTube obunachilarimizdan aytuvdilar, xudo xolasa kelib mana ishlarni o'zlariga topshirib berib ketyapmiz. Xo'p, Akfa Plus romlarimiz shu holatda bo'ldi. Ichkaridan ham ko'rsatib o'taman. Xo'p, bularning hozirgi tashqi ko'rinishlari shu holatda. Penalarni polностью tepalari bilan to'ldirib berganmiz. Padagonli taylarida ham bor. Ichkari ko'rinishdan avval narxini aytib o'tamiz. Shu joyimizda hamma yo'g'i общий olib kelib o'rnatib berishi 12.300.000 so'm bo'ldi. Общий summada hamma yo'g'i bo'ldi. Ichkari ko'rinishlarimiz xuddi shu holatda. Bu yerda eski eshik yog'och romlar bordi. Bularni hammasini buzib tashladik. Shuning uchun joylar har xil tushyapti. Bir xilga tepalar qismlarini olib tashladik. Bu yerda perdelka bo'lib pasaytirilgan eshik romlar bordi. Ularni o'rniga shu holatda bo'ldi. Xo'p, ichkari ko'rinishlarimiz shu holat. Bu xolasa ochilib yopilishlari yengil holatda, bir qo'l bilan, bu tomonlari ham zich holatda. Xo'p, Akfa'ning o'zini negativlari tushirilgan. Xo'p, petlilari hammasi mana. Xudo xolasa hammasi shu holatda bir xilda. Xo'p, bu yerda esa romimiz hop shu holatda bo'ldi mana. Qirg'li padagonida. Xo'p, ruchka okunilarni ham Akfa'ning o'zini komfortli ruchkalardan qo'yib berganmiz. Xudo xolasa shu holatda bo'lgan. Xo'p, bu обычный ochilishdagi holati. Bunisi esa сложный holati. Tepadan o'zi tashagan holatda, shu holat. Fortichka bilan ochilish sifatida bo'ladi kek. Ichida metallari 100% holatda bor. Qanoti, o'rta stoyka hammasida xo'p metal qismlari bor. Bu esa обычный holatdagi ochilish. Xo'p, bu tomondagi bilan bunisi bir xil. Shuning uchun vaqtni cho'zmasdan bu holatni ko'rsatishni qaror qildik. Xo'p, bu yerda 90 ga, balandligi 55 sm da bitta fortichka bor. Bu ham Akfa Plus holatda bo'lgan. Oddiy ochilish bilan yuzli petlalari bor. Xo'p, bu yerda poligo ekan. Shuning uchun imkon qadar ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. 4 tadan petlilari bo'lgan eshiklarimizda. Chunki eshigimizda yana katta temali stikla paket bo'lgan. Alyuminiy butilchitalarda bo'lgan hammasi. Bu esa ichkarida romimiz ko'rinishi. Bunda ham sложнийлari bor. Hop, qirg'li padagonnik. Hop, taylarida ham mana penalari bor, to'liq holatda. Yonlarida ham, tepalarida ham. Xo'p, hammasini xudo xolasa batafsil ko'rsatib o'tdik. Xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. Kimga shunaqa eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringni xudo xolasa garantiyali, sifatli qilib olib borib o'rnatib berishga harakatini qilamiz. Bemalol Telegram, WhatsApp nomerlarimiz ekranda, aloqaga chiqishlaring mumkin.
Hammaga Xudo xohlasa shunaqa ish bilan o'rnatish nasib qilsin. Sog' bo'yla, salomat bo'yla.